Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Gollandiya Uyg'ur Kishilik huquq fondi ma'rif va tashviqot bo'limi tarafidan tayyorlangan til darslarimizga xush keldinglar. Biz bugun Golland tili grammatikasidan 4-dars ismlarning kichikiltirilgan shakli, ya'ni verkleine word deganni o'rganib o'tamiz. Bu grammatika bizning tilimizda bek yo'q bir grammatika. Bizde unda ismlarninki ayrim bir kichiltirilgan shakli deydigan bir grammatik turi yo'q. Odatda ismlarni kichik qilmoqchi bo'lsak, oldiga shu kichik degandek sifatlarni qo'yish orqali kichiltirilgan shaklni ifodalaymiz. Lekin golland tilida ismlarni kichiltirilgan shakli ham ko'p ishlatiladigan bir grammatik turi. Bu faqat kichik narsalarga emas, balki yana o'zimiz yaxshi ko'rgan umaq va kulkulik his qilgan narsalarga ishlatamiz. Ba'zida yana ta'niq qilish, masxir qilish ma'nosida ishlatiladi. Shunga bu xil ismlarni kundalik turmushda ig'iz tilda xili ko'p ishlatiladi. Shunga bularninki yasash qoidasini bilish zarur. Ham qanday ismlarning kishitilgan shaklining qanday shaklda kelganligini bilish, tunilish zarur. Normalda ko'pincha hollarda ismlarning keyniga y qo'shimchasini qo'shish orqali kichiltirilgan shaklni yasaymiz. Masalan, hetkind bala, ya'ni normal shakli, hetkinchi desak, ya'ni kichik bala debchu. Yani bala deganninki kichiltirilgan shakli. Hetschap, hetschapje, de voetje, het oogje, de neus, het neusje. Yani bu emdelik bulapmı küçük balalarga gap qilganda, masalan, nima degan umaq burunlaringiz var, nima degan umaq qo'llaringiz var deb gap qilamiz. İşte vaqtlarda golland tilida mushtu ko'proq kichiltirilgan shakl ishlatiladi. Masalan, "What a mooie voetje heb jij, what a mooie oogje heb jij" deb biz ko'pincha hollarda oldiga kichikni qo'shaplam ishlatamiz, lekin golland tilida maxsus ayrim unda kichikni qo'shmasimi, shu futchi, oxye deganning o'zilam işte kichik ko'zlaringiz, kichik burningiz, kichik qo'llaringiz degandek o'zi avtomatik oldilam kichik shaklini bildirdi. Endi kichiltirilgan ismlarni yasash qoidasini, endi ko'p ishlatiladigan bir qancha yasash qoidalar bilan tanishib o'tamiz. Mush qoida orqali sizlar shu ismlarning kichiltirilgan shaklini qanday yasashni va yoki jumlalarda, kitoblarda o'qigan vaqtida mush qoidani o'rgangandan keyin hech bo'lmaganda kichiltirilgan shaklini tanishni bilalaysizlar. Birinchi qoida Ahırqı boğumi sozuq tavuş bilan oyoqlashgan ismlarning keyniga, ya'ni sozuq tavuş degan vaqtda a, i, e, o, ü deb o'rgangandik. Shu sozuq tavuş bilan oyoqlashgan ismlarning keyniga normalda ç harfini qo'shish orqali kichiltirilgan shaklni yasaymiz. Buni ç deb ishtiroq talaffuz qilib o'qiymiz. Masalan, d trau ko'ynak, hit trauchi desak, ishqilib bir kichik ko'ynak yoki umaq ko'ynak degandan bildirdi. Kichik bo'lmasimi? Mesela what a mooie trauchi desak, u vaqtda nima degan umaq, nima degan chiroyli deganni bildirdi-ku. De rij qatar, het rijchi, ya'ni qatar, bu kichik qatar degandek ma'noda. Masalan, kichik bolalarga "Uy, sizlar nimandaq chiroyli bir qatorga tizilibsizlar-ku" deymiz-ku. İşte vaqtlarda unda moy raychi demasakmi, biz mushu het raychi degan so'zni ishlatish orqali "Uy, bek chiroyli qatorga tizilibsizlar, bek ratlik tizilibsizlar" degandekni bildirdi. Ikkinchi qoida oxirgi bo'g'imi uzun so'zuq tavush bilan oyoqlashgan. Ham oxirgi bo'g'imida an, al, er harflarini o'z ichiga olgan ismlarning kichiltirilgan shakliga hem o'xshashlar yana ç qo'shimchasi qo'shildi. Masalan, de zon uzun so'zuq tavush, eng oxirgi harfi an, het zonchi o'g'il bola, de dür, het dürchi,
Het been, het beentçi, het viol, het violçı. Çaq, put, işik, oğul bala degendek. Endi üçüncü qayda axırqı boğumi or, en, el, er bilen ayaqlaşqan isimlarning keyinigi hem ç qo'shimchasi qo'shildi. Masalan, the father, het fatherçı, the nagel, het nagelçı, the deken, het dekençı, het lakençı degendek. Dördüncü qayda qısqa sozuq davuşlardan tüzülgen hem axırqı harfi em, en, el, er, bilen ayaqlaşqan isimlarning keyniga iççi qo'shimchasini qo'shish orqali kichiltirilgan shaklni yasaymiz. Masalan, the man, masalan, qisqa so'zoq davlatdan tuzilgan man, buning kichiltirilgan shakli het manınçı, het gezin, het gezinitçi, the bal, het balıççı, het dingitçi degandek. Endi 5-ci bir qayda bir uzun so'zoq davuşdan tuzilgan axırqı bo'g'imi em, el-em, er-em bilen ayaqlaşqan isimlarning keyniga pi qo'shimchasini qo'shish orqali kichiltirilgan shaklni yasaymiz. Masalan, the om tag'a, het ompiyi, the daum bosh barmoq, het daumpiyi, the film, het filmpiyi degandek. Endi yana 6-cı qayda axırqı bo'g'imi em, bilen ayaqlaşqan isimlarning keyniga pi qo'shimchasi qo'shildi. Masalan, het museum, het museumpiyi, het podium, het podiumpiyi. 7-ci qayda, yani en axırqı qaydamiz, axırqı bo'g'imi urg'usiz ing harfi bilen ayaqlaşqan isimlarning keyniga ki qo'shimchasi qo'shish orqali kichiltirilgan shakl yasaymiz. Masalan, the frasing, en axırqı bo'g'imi ing harfi bilen ayaqlaştı. Bununla ki qo'shsak het frasingyi, the koning, het koningyi, the woning, the woningyi, the ketting, het kettingyi, the verdieping, het verdiepingyi degandek. Endi buningda sizlar diqqat qilgandek, buni en axırqı kichiltirilgan shaklida en axırqı x harfi tushib qoladi. Yeni kichiltirilgan ismlarninki yig'inchoqlasak, shu asosli qo'shiladigan qo'shimchalar y, ch, pi, ki. Muşular, muş bir 4-5 xil qo'shimchalar qo'shildi. Ondan shu bu kundalik turmushimizda bir narsalarning, shaylarning kichiltirilgan shakliga emas, balki yana o'zimiz o'moq his qilgan, o'zimiz yaxshi ko'rgan yoki o'zimiz kulgili his qilgan va yoki ba'zida masxir ma'nosida keldi. Masalan, birisininki bir yo'g'on burni bor deylik, biz uningga what a kleine nösje habe, what a moje nösje habe jeg desek masalan, acaba kichik burnunuz var ekan deb amaliyotda bu masxira ta'na ma'nosida. Bunda so'zlarni ishlatmaganimiz yaxshi, lekin ba'zida mushta bizlar bo'lgan, o'zimiz masxira qilgan, ta'na qilgan shaklgami ishlatildi. Ondan bu kichiltirilgan shakli, ismlarning kichiltirilgan shakli odatda ko'proq shu ig'iz tilida ishlatildi. Ondan kichik bolalar bilan bo'lgan işte paranglarda ko'proq ishlatildi. Lekin unda rasmiy, masalan, bir xizmatda, bir dokladni verdik deylik, bir rasmiy unda dokladlarda, rasmiy leksiyalarda bunda kichiltirilgan shaklini ishlatmasak yaxshi. Chunki u vaqtda bir cho'ng bir ishqa, rasmiy ishqa unda kichiltirilgan ismni ishlasak, shu rasmiy ishning obrazini tushirib qo'yamiz-chu.
Asaslı qayda şu. Endi bu qayda arqılıq sizlər hiç olmaganda Golland tilida muşta ismlarning kichiltirilgan shaklini, kichiltirilgan ismlar deb muşta bir qaydaning borligini hammani yasayolmasanlarmi hiç olmaganda cümle ichida, kitoblarda o'qigan vaqtinglarda yoki boshqalardan anglagan vaqtinglarda shuni qo'llanganlikni bilalasanglar, his qilalasanglar, shumi yetarlik. Qag'ini endi tekstlarda ishda uchragan vaqtida men bu ders o'tish jarayonida uchrab qolib eskartib qo'yaman. Diqqat qilish orqali tixinbek pishiqlandi inshaalloh. Ondan yuqorida yana qoidaga tushmaydigan ba'zi ismlar bor. Masalan, biz yuqorida bir qancha qoidalarni eng oxiri qarab unda bo'lsa, bunda bo'lsa dedik. Lekin u qoidaga tushmaydigan bir buncha ismlar bor. Uning ichidan faqat ozroqlarni misol qilib ko'rsatdim. Masalan, Hitblad, Hitbladje, Hitschip, Hitschipje, yani i butunlay başqa bir harf o'zgarib ketdi. Yo'ng'in, yo'ng'chi, Hitpatje degandekchi. Endi shuna normalda kitoblarni o'qish jarayonida va yoki darslarda mushta kichiltirilgan shakli uchrab qolib qolsa, yaxshi yodlab minglasanglar, keyincha asli qoldirishinglarga tixinbaq qulaylik. Bugungi grammatika darsimiz mushu. Ma'qulamsa keyin qitimliq darsimizni ko'rishaylik. Omon bo'lgaysizlar.